Prezidentimizning joriy yilda tadbirkorlar bilan o'tkaziladigan ochiq muloqotiga puxta tayyorgarlik ko'rish, shuningdek, joylardagi biznes vakillarining taklif hamda muammolarini o'rganish maqsadida viloyat soliq boshqarmasi rahbariyati tomonidan hududlarda ochiq muloqotlar tashkil etilmoqda. Navbatdagi ana shunday uchrashuv Muzrabot tumanida bo'lib o'tdi. Hozir shu haqda. Davlatimiz rahbarining joriy yilda tadbirkorlar bilan o'tkaziladigan 6-ochiq muloqotiga puxta tayyorgarlik ko'rish hamda joylardagi biznes vakillarining taklif va muammolarini o'rganish maqsadida viloyat soliq boshqarmasi rahbariyati tomonidan hududlarda uchrashuvlar tashkil etilmoqda. Navbatdagi ana shunday muloqot Muzrabot tumanida o'tkazilib, unda tumanda faoliyat yuritayotgan tadbirkorlar ishtirok etishdi. Tadbir avvalda Prezidentimizning kichik biznes subyektlarini o'sishi uchun yanada qulay iqtisodiy va ma'muriy shart-sharoitlar yaratish to'g'risidagi hamda soliq organlari faoliyatini institutsional jihatdan takomillashtirish va soliq ma'muriyatchiligida zamonaviy yondashuvlarni joriy etish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonlarning mazmun-mohiyati keng yoritildi. Muloqotning asosiy qismida tadbirkorlarning murojaat va takliflari tinglandi. Ular tomonidan ko'tarilgan masalalarning aksariyatiga shu joyning o'zida yechim topildi. Qo'shimcha o'rganish talab qiluvchi murojaatlar esa mas'ullar tomonidan nazoratga olinib, belgilangan tartibda ijrosi ta'minlanishi belgilandi. Muhtaram Prezidentimizning 100 va 95-sonli farmonlari haqida ma'lumotlar berishdi. Qo'shilgan qiymat solig'ida ham juda yengilliklar bo'ldi. Jumladan qo'shilgan qiymat solig'ini 12% dan 6% ga ixtiyoriy tarzda o'tish imkoniyati yaratilgan ekan. Bizlar o'zimizning muammolarimizni, takliflarimizni kiritdik. Bu muammolarimizni o'z joyida hal qilishdik. Korxonamizda 9,5 gektar issiqxona bor. Shu issiqxonani yeri qishloq xo'jaligi toifasiga o'tgani sabab yer soliq qishloq xo'jaligi toifasiga to'laydigan bo'libmiz. Mulk solig'i kelganda u noqishloq xo'jaligi o'tgani sababli shuni maslahatini oldik. Bu muammolarimizni o'z joyida hal qilishdik. Biz juda xursand bo'ldik. Shunaqa muloqotlar bo'lib tursa, har 3 oy, 6 oylar bir bo'lib tursa, albatta tadbirkorlarda bitta-ikkita kamchiliklar bo'ladi. Mana shunaqa muloqotlar orqali biz o'z muammo yechimlarimizni bartaraf ketaveramiz. Albatta, bu kabi uchrashuvlar tadbirkorlarning fikr va tashabbuslarini tinglash, ularni qo'llab-quvvatlash hamda biznes yuritishda yuzaga kelayotgan masalalarga amaliy yechim topishda muhim ahamiyat kasb etmoqda.